Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Oilangizga fayz va barakat, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda bugungi rolikimizni boshlaymiz. Ko'pdan beri rolik tayyorlab bilmadik, qo'limiz değmedi, vaqtimiz bo'lmadi. Xudo buyursa bundan keyin sizlarga foydali bo'lgan roliklarni tashlab boramiz deb Allohim izin bersa va'da beramiz. Bugungi rolikimizda sizlar hozirgi biza shu klinikamizda sog'lomlashtirish markazimizda ko'p nevroz kasallari ko'p kelibdi. Nevrozadan oldinda nechalik kasallik bo'lib o'tadi odamda. Sizni avval yuragingiz qo'rqib qoladi, yurakdagi qo'rquv miya saqlab qoladi. Keyin sizda depressiya, vahima, tushkunlik, stress bo'ladi. Shundan keyingina nevroza o'tadi. Ko'p kasallarimiz nevroza o'tgandan keyin kelib turibdilar. O'zingizda biror marta bir qo'rquv sezdingizmi? Darrov oldini olishingizni so'rab qolaman. Nevroza o'tgandan keyin davolash qiyinroq bo'ladi. O'zingiz ham vaqtingiz ketadi, bizlarning ham vaqtimizni olasiz. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib qolaman. O'zingizni sog'ligingiz uchun o'zingizni qaydirib, qo'rquv bo'lganda darrov oldini olin. Sizda stress bo'lib turibmi? Tushkunlik bo'lib turibmi? Oilangizdagilar bilan gaplashib olmay turibmisiz? Birortasini gap sizga yoqmay turibmi? Shu vaqtda darrov o'zingizda bir kamchilik topgan vaqtingizda darrov davolanib oling. Keyingi aytadigan narsamiz, hozir sovuq havo boshladi. Kimdir yillar davomida shamollashi tanida xroniki bo'lib qolib ketgan bo'lsa, yuqori nafas yo'llarida hozir qo'zg'aydigan vaqti. O'qil doriları algan seyin ichaklaringizda muammo bo'lsa, jigaringiz ko'tarib bilmay turgan bo'lsa, yurakingizda muammo bo'lsa, o'qil dori olib bilmay turgan bo'lsangiz, biza bu sog'lomlashtirish markazimizda sizlarni Ibn Sino bobomizning o'rgatib ketgan, bizlarga ko'rsatib ketgan ko'rsatmalari bo'yicha giyohlari boyni yaxshi 3 kunda sizga effekt beradi. Eğer de siz 50 yıldan beri, 40 yıldan beri şu yukarı nefes yolları kasalligi bilan, bronxit bilan nefes qisish, kechqurun uyquga yatgandan, başınızı yastığa qo'ygandan darrov sizda öksürük, qichish paydo bo'lsa, sizni uxlatmay turgan bo'lsa, o'qil dorilar ham yordam bermay turgan bo'lsa, bizlar shu sog'lomlashtirish markazimizga keling. Size Allohim izin berse 2 günde 3 günde yordam beramiz. İşonchli, o'ta sifatli, arzon giyohlarimiz bor.